Hozirgi kunda erkaklarning asosiy qismida eng ommalashib borayotgan yana bitta kasallik bu prostatit. Aynan mana shu kasallik bo'yicha bugun sizlar bilan gaplashamiz. Shuning uchun hozir yaxshilab o'rnashib olinglar. Sizlarda o'zingizlarni qiynayotgan har qanday savollarga aynan mana shu videoda to'liq javob topasizlar. Bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimizni boshlashdan oldin prostata bezi haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. O'zi bu nima? Ya'ni hozirgi paytda ko'pchilik adashtiradi. Prostatit kasalligini men prostata bo'lib qolman degan ibora bilan ishlatadi. Yo'q. Prostata bezi alohida boshqa narsa, prostatit alohida. Ya'ni prostata bezi bu o'sha a'zo, qovoqning ostida joylashgan. Mana bunday oladigan bo'lsak, bu yerda qovoq bor. Sidik kanal aynan prostata bezining o'rtasidan o'tganligi uchun mana shu bezda kechayotgan kasallik, ya'ni yallig'lanish jarayonini prostatit deyiladi. Mana shunday tushuntirsak, menimcha hamma uchun tushunarli bo'ladi. Endi bu kasallikni qanday belgilari bor va uy sharoitida buni qanday aniqlaymiz? Belgilari birinchisi bu tez-tez peshobga qatnash. Deyarli aksariyat bemorlarda kuzatiladi. Peshobni uzoq vaqt tutib tura olmay qolish, qoldiq siydik qolib ketish hissi, tomchilab qolishi, tahoratni buzuvchi holatlar ko'pchiliginglar shikoyat qilasizlar va kechalari ba'zida peshob qilish uchun uyg'onish. Endi bundan tashqari avj olgan vaqtida achishish, og'riq, diskomfortlarni ham kuzatishingiz mumkin. Bu kasallikni ikki xil ko'rinishi bor: o'tkir hamda surunkali. O'tkir ko'rinishini u albatta shifokor qabuliga zudlik bilan yetib borasizlar, biz даже aytmasak ham, chunki u juda kuchli og'riq, temperatura, siydik siyishdagi kuchli achishish bilan kechadi. Shuning uchun bu narsaga uzoq to'xtalmaymiz va eng asosiysi hozirgi kunda erkaklarning asosiy muammosiga aylangan surunkali prostatit mavzusiga to'xtalamiz. Xo'p, birinchi boshlashimiz kerak bo'lgan ish prostata bezidagi surunkali holatda aytganimizdek yuqoridagi shikoyatlar kuzatilishi mumkin va bunda sizlarning eng katta xatoinglar va ba'zi bir qo'shtirnoqchidagi doktorlarning eng katta xatosi bu palapartish va qisqa vaqt davomida noto'g'ri davo chorasini qilish. Siz shifoxonaga borasiz, ba'zi bir tekshiruvlardan o'tasiz, kerak-nokerak tekshiruvlar bo'ladi va yotasiz, davo chorasini olasiz. Ba'zi biringlar esa doktor tomonidan yozib berilgan dorilarni uy sharoitida qabul qilasizlar. To'g'ri, shikoyatinglar kamayadi, o'zgaradi, hattoki tuzalasiz, lekin vaqtincha. Aynan dori vositalari tugaydi, sizda yana shu shikoyatlar qayta boshlanadi. Siz bu muammodan davolanaverib charchagansiz. Hattoki bu muammoni unutishga harakat qilayotgan va bu muammoga hech qanday davo chorasini qilishni xohlamaydigan, doktorlardan bezib ketgan bemorlar ham bor. Bunday bemorlar ham biz qabulimizga kelib turadi. Va hozirgacha 100% surunkali prostatitdan aziyat chekayotgan bemorlarda davolashga erishganmiz. Bular qatorida siz ham bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun e'tibor bilan yaxshilab quloq solsangiz, o'zingiz uchun qandaydir darajada foydali ma'lumot olasiz. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Prostatitda sizda qaysi shikoyatlar bo'lishini avvalo aniqlab olasiz va shu bo'yicha uy sharoitida qilishingiz, ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan ishlar bor. Undan oldin esa men sizga bitta ma'lumotni aytib o'taman. Ya'ni bu prostata bezidagi surunkali holat sizda qay darajadaligi, siz shifoxonaga borishingiz kerakmi, doktorga uchrashingiz kerakmi yoki yo'qligi bo'yicha aprosnik, ya'ni test bor. Bu testni biz Telegram maxsus botga joylaymiz va linkini albatta sizlar uchun qoldiramiz. Shu link orqali o'tib, o'sha savollarga javob berish orqali sizda kasalligingiz qay darajadaligini uyda o'tirgan holatingizda bilib olasiz. Ana undan keyin hozir aytadigan tekshiruvlarimni o'tsangiz, bu siz uchun eng to'g'ri diagnostik yechim bo'ladi. Ya'ni ko'pchiliginglar doktorga borganda prostata bezini o'zingiz qildirasizlar va siydik tahlili topshirasizlar. Vaholanki siydik tahlili yaxshi chiqadi. Nimaga? Sababi aytganimdek, prostata bezi siydik kanal. Sizni qovog'ingizdagi siydik peshob siydik kanal orqali tushib keladi. Lekin mana bu to'qimaning ichidagi muammoni olib tusha olmaydi. Shuning uchun hamma joyda, ya'ni butun dunyoda bu narsa uchun eng to'g'ri diagnostik tekshiruv usuli bu prostata bezi suyuqligini tekshirish. Mana shu orqali to'liq sizga surunkali prostatit tashxisi qo'yilishi mumkin. Xo'p, endi nima qilamiz? Qanday davo choralari olib borish kerak?
Uyda nimalarga e'tibor berish kerak? Qancha vaqt davomida? Bu savollarga hozir to'liqligicha yechim beraman. Birinchisi, agar sizda muammolaringiz, ya'ni kelayotgan shikoyatlar jiddiy, siz bir necha marotaba shifokorlarga borgan va hozirgi kunda sizni hayot sifatingizga yomon ta'sir qilayotgan darajada bo'lsa, unda qabulga kelganingiz ma'qulroq. Agarda yengil darajada yoki endi boshlangan bo'lsa, siz uy sharoitida buni yechimini olasiz. Birinchi UZI tekshiruvini qilish kerak. Ya'ni quvuq to'la holatda prostata bezi UZI tekshiruvi qilinadi, baholanadi. Hajmi, strukturasi, qanchalik darajada kattalashganligi, shishganmi, undan keyin quvuq bo'shatilgan holatda qayta UZI qilinadi. Qoldiq siydik qolyaptimi yoki yo'qmi? Ikkinchi ish, prostata bezi suyuqligini orqa peshobdan massaj qilish yo'li bilan olish mumkin. To'g'ri, albatta diskomfort erkak kishi uchun qanday darajada bu nomaqbul ish deb hisoblashingiz mumkin. Lekin bu kasallikdan tuzalmoqchi bo'lsanglar, hayotingizning sifati yaxshi bo'lishini xohlasanglar, agarda rak, prostata bezidagi rak kasalligi yoki adenoma 50 yoshdan oshgandan keyin uchraydigan bunday kasalliklarni o'zingizlarga orttirib olishni xohlamasanglar, bir martaga mana shu tekshiruvni qilishingiz kerak va majbur. Undan keyin hammasi aniq bo'ladi. Sizga tashxis qo'yilgandan keyin individual holatda kerakli dori vositalari yoziladi. Bu yerda bitta narsani aytaman. Hozirgi kunda shifokorlar marketing sifatida o'zlari uchun mana shunday prostata bezidan kelayotgan muammoni murojaatidan bemorni gospitalizatsiya qiladi, shifoxonaga yotqizib, 10 kunlab har xil kapelnitsalar bilan davolab yotishibdi. Bu narsa umuman foydasi ham yo'q, keragi ham yo'q. Biz hozirgi kunda mana bu kabi Yevropa urologlar assotsiatsiyasi protokollari bo'yicha ishlaymiz. Bu yerda hamma narsa aniq yozib belgilab qo'yilgan. Ya'ni bu kasallikni oddiy tabletka, svechalar yordamida to'liqligicha davolasa bo'ladi. Faqatgina davo chorasi eng kamida 1 oy bo'lishi kerak. Agar siz shu mas'uliyatni o'zim bo'ynimga olaman desangiz, bu muammongizdan xalos bo'lasiz. Keyingi masala bu sizlar kutgan uy sharoitida qanday qilib buni to'g'ri olib borish mumkin. Ko'pchiliginglar uy sharoitida internet orqali turli xil bo'xtonlar ustiga qurilgan dori vositalarini olib, nimalardir qilib o'zingizlar uchun qandaydir yechimni qidirib yuribsizlar. To'xtanglar, bu narsalar kerak emas. Sizlar asosiy narsa hayot sifatinglarni o'zgartirishinglar kerak. Birinchi o'rindagi narsa bu regular jinsiy aloqa. Siz aynan mana shu narsaga e'tibor qarating. Chunki bu prostata bezini ichkarisida suyuqlik ishlab chiqariladi va bu suyuqlik urug', ya'ni sperma suyuqligining asosiy qismini tashkil qiladi. Agar sizda qo'zg'alish bo'lsa-yu, lekin urug' tashqariga chiqib ketmasa, u ichkarida qolib ketadi. Qolgan suyuqlik devorlarda yallig'lanish jarayonini kuchaytirib yuboradi. O'z-o'zidan prostatit boshlanadi, ya'ni avj oladi. Shuning uchun regular jinsiy aloqani yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, siz bu shikoyatlaringizdan shundoq ham xalos bo'lishingiz mumkin. Ya'ni hech qanday dorilarsiz. Ikkinchi masala, turli xil zararli odatlar va hayotingizda iste'mol qiladigan achchiq, sho'r, gazli narsalardan tiyilishingiz kerak. Bular ham asosiy provokatorlar, ya'ni prostata bezidagi kasallikni qo'zg'atuvchilar hisoblanadi. Chekish bo'lsa, sizda aynan mana shu prostata bezidagi rak kasalligini rivojlantiruvchi asosiy faktor. Ichish masalasiga keladigan bo'lsak, ya'ni spirtli ichimliklar prostata bezidagi kasallikni qo'zg'atuvchi birinchi o'rinda turadigan narsa. Bu bo'yicha bitta case aytaman. Mana men ekstreniy bolnitsada qabul bo'limida ishlab yurgan vaqtlarim, meni oldimga keladigan siydik tutilishi bilan keladigan bemorlarda albatta asosiy qismini qo'pol aytganda alkashlar tashkil qiladi, ya'ni spirtli ichimlikni haddan tashqari ko'p iste'mol qiluvchilar. Va bular aynan o'sha kuni spirtli ichimlik ichganligi uchun keladi. Aynan mana shu spirtli ichimlik prostata bezidagi shish holatiga sabab bo'ladi va o'z-o'zidan siydik tutilishi muammosiga duch keladi yoki haddan tashqari kuchli achishishlar bilan keladi. Shuning uchun bu narsalarda ahamiyati juda ham katta. Undan tashqari sizlar uchun maxsus beradigan bitta foydali ma'lumotni aytaman. Eshitgan bo'lishinglar mumkin, Kegel mashqlari. Ana shu mashqlarni sizlar o'zingizlar uchun odat tusiga aylantiringlar.
ya'ni doimiy ravishda eng kamida 1-2 oy mana shu mashqlarni bajarsanglar, shundoq ham prostata bezi o'zini o'zi immun tizimi bilan tuzatib olish qobiliyatiga ega. Kegel mashqlari nimaga yordam beradi? Aynan kichik chanoq a'zolari, ya'ni prostata bezi ham ana shu chanoq sohasida joylashgan. Shu sohadagi qon aylanishini kuchaytiradi. Bu esa kasallikni tezroq bartaraf qilishga, shishlarni tezroq qon tomirlariga qayta so'rilishiga olib keladi. Ko'rdinglarmi? Uy sharoitida oddiygina qilinadigan ishlar sizlarni bu kasallikdan xalos qilishi mumkin. Faqat sizlar bu narsaga e'tibor bermaysizlar. Oddiy, lekin samarali. Endi kimda jiddiyroq prostata bezidagi yallig'lanish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, u holda quyidagi raqamlar orqali qabulimizga kelishinglar mumkin va sizlarga aynan YouTube dan kelganinglar uchun qandaydir darajada yordam skidkalarini ham tashkillashtirib beramiz. Navbatdagi sizlar uchun beradigan foydali ma'lumotimiz keyingi videoda, ya'ni bu kasallikka bog'liq bo'lgan prostata bezi adenomasi, aynan 50 yoshdan oshganlar sizlar uchun maxsus video bo'ladi. Bu kasallik sizlarni qiynayotgan kasallik, kelajakda nimalar kutib turibdi, qanday asoratlar bor, aynan mana shularga e'tibor qaratishinglarni tavsiya qilib qolaman. Yoshi kichkinalar, ya'ni 50 yoshdan past yoshdagi bemorlar yoki kuzatuvchilar uchun esa bu sizlarni otanglar, amakinglar, qanaqadir darajada yaqininglar uchun foydali bo'ladigan ma'lumot bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta a'zo bo'lish esdan chiqmasin.